shahar markazidan Yunusoboddan kvadratiga 1200 AQSh dollardan sizlarga xonadonlar emas, xonadonlar topib qo'ydim deganlar. Tak 7 ta xonadon, ikkitasi bron qilinib bo'lgan, 5 ta qolgan. Xo'p, 88 kvadrat, 77 kvadrat ketdi. Har bitta xonadonimizning podключ holatda topshiriladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, pollari qilingan, zinalari qilingan, elektrikalari ham bitirib beriladi, kuxnya mebellar, duh konturli kotyollar hammasi qo'yib beriladi. Bu kiruvishimizda ham hol, ham oshxona bo'lib ketadi. O'zini sanuzel bor, bu yoqda bo'lsa podvol. Xo'p, men sizlarga hozir ikkinchi qavatni ko'rsataman. Zinalari hamma narsasi uy xullas 100% holatda sizlarga bitirib topshiriladi. Novomoskovskiy, Bodomzor masjid, Inha institut hammasi yonma-yon joylashgan Yunusobod markazi. Ikkinchi qavatda ikkita xonamiz bor. 1, 2. И o'zini sanuzeli bor. Hamma narsasi boya aytgandek 100% podключение holatda topshirib beriladi. Endi men sizlarga bu xonadonimizning zalini ko'rsataman. Xohlasanglar bu yoqni zal qilib ishlatinglar, xohlasanglar spalniya qilinglar, tepadagi ikkita xonani deskga qo'yinglar. Havoni va yorug'likni ta'minlash maqsadida, havo aylantirib yorug'likni ta'minlash maqsadida bu yoqda joylar ham qoldirib ketirilgan. Xo'p. 100% topshiriladi xonadonimizda. Hamma narsasi podключ holatda. Bu xonadonimizga uy egalari tomonidan boya aytganim bor yo'g'i har bir kvadrat uchun 1200 AQSh dollardan so'rashyapti. Aralash arzon nomidan chiqing va uyni xarid qiling jigar. Plastik raqamga aloqa qilib olasiz. Joningiz sog' bo'lsin.